Assalomu alaykum, Agrobog'vodiy kanalini kuzatib boruvchi obunachilar. Bugun sizlarga eng erta pishar shoftollardan Flariba sortini ko'rsatamiz. Bundan boshqa pishadigan shoftollar ham bor. Mana meva solganiga bitta e'tibor beringlar. Daraxtimiz 3 yosh. Abresga qamadik, chunki mevalarni olaylik, ko'raylik, qachon pishishini bilaylik. O'zbekiston hududida. Endi Italiya, Ispaniyalarda 1-dan 15-gacha bo'lgan may atrofida pishyapti. Endi parnilarda juda ham ertaroq mana. Mevalar juda ham ko'pligidan bir marta to'kib yubordik, mevani ko'rsatib qo'ying. Bu videolari ham bor. Quyoshga qaragani hammasi rang olyapti. Mevani shox ko'tara olmaganidan yeb qo'yapmiz. Hosildorligi juda ham zo'r. Mana shu oyda xudo xolasa 20larga yetkazib bormasdan pishirishga harakat qilamiz mevalarni. Chiroyli qilib ko'rsatib qo'ying. Ko'tidan sarg'ayib borishni boshlaydi. Daraxtimiz 3 yosh. 5 ga to'r qilib ekilgan. Mana bu eng kichkina o'smagan shoxlari. Bular o'tgan yil qurigan, bu yil ekkanmiz mana shu o'rniga. Bitta kesganmiz, bitta shoxini qo'yganmiz. Mana qani. Mana meva. Mana o'zi ham umuman ko'tara olmayapti shoxini. Mana o'tga tiyib qo'yapmiz. Mana bundagi mevalarga bitta baho berib qo'yinglar. Kalibri juda ham yirik bo'ladi, endi olib keling. Endi bu mevaga bitta baho beringlar. Juda ham serhosil shu holatida, lekin mana bu yerdagi mevalarga ham bitta baho berib qo'yinglar. Bu mevalar to'kib yuborganmiz mana. Yeri ham to'la meva. Endi buni qopga solib olib chiqib tashlashimiz kerak edi. Endi vaqt bo'lmadi, shunday to'kib tashladik. Endi bundan to'kishdan maqsad nima? Shoftolidan birinchidan mevani yiriklashtirish ancha munchasiga, ikkinchidan olib kelinglar. Qani. Bu ham yaxshi, xonavor turib to'sdi. Mana g'uch qilib qo'yganning tasini qo'yib bo'ldik. Qanday holat? Mana sizlarga shunday qilib tushuntirib qo'yaman. Mana g'uj meva solgan. Bu mevalar ishadi. Ishganda bir-birini ezib, pishganda mevani sifatsiz qilib qo'ymaslik uchun mana yerdan bitta mevani voz kechib yuborish kerak. Mana yerda ham mana meva ikkosi mo mevani qisib qo'yadi. Birinchidan katta bo'lmaydi, ikkinchidan mo ikkov mevani ham nobud qiladi. Oladigan odamga ham bir joyga eksportga chiqsa ham o'sha mevalar sifatsiz holatga kirib qoladi. Mana qolgan mevalari juda ham zo'r. Mashlarda hammasiga quyosh tegib turibdi. Uji sarg'ayib qizaryapti mana. Qip-qizil fojiyalarga sig'aydigan darajada yetiladi. Abreskasini qamadik, yil endi keyingi yilga qilamiz. Yil kesib yuboramiz dedik. Dehqonni bitta narsasi sharti bo'ladi. Mevani qogizib olay. Matdan kesish kerak bo'lsa, matroqdan kesib turay, mo ikki shoxdan meva olay. Shuning uchun birovlarga tavsiya qilaman, birovlarga kestiringlar. Mana meva juda ham ko'p. Lekin kalibri kichkina bo'lib qolishi mumkin. Batda minus tarafimiz o'zimiz, lekin meva nisbatan juda ham ko'p. Buni to'kib yuborganimizdan tashqari ham meva mana tana bo'ylab quyib yotibdi hammasi. Mana sizlarga aytgan hozirgi holatim, mana shu meva kerak emas mana. Eng erta pishar shoftoli dorilamaysiz, boshqa qilmaysiz. Ekasiz, pishadi, sotasiz, unaqa narsa yo'q. 3-marta dori sepdik. Shu sortga 3 marta dori sepdik. Lekin mevalar zo'r. Yil o'zi 3 kilo, 2 kilo, 4 kilogacha bo'lgan meva olish kerak asli planda. Lekin mana bu shoxdagi mevalar bir-biriga juda ham nisbatan mana shuni qaysi biridan voz kechish kerak? Mana quyib olgan, qarang. Bitta buni olib tashlaymiz. Bu sifatsiz meva bo'lib ketadi. Agar mana shu ikkosini olmasak, mana shu yerda hamma meva sifatsiz bo'lib ketadi. Lekin mana bu mevalar nisbatan yirik bo'lib, bir-biriga tegib qoladi.
Shu holatda ham daraxtimiz juda ham lider o'sib ketib qoldi. Bu yil mevani ko'p oldi, ko'p dorilayapmiz, quvvati yetsin deyapmiz, mevani pishiramiz deyapmiz. Urintirib yuboryapmiz. O'shaning uchun ko'pchilikka o'zim ham aytaman. Doim aytaman, kesyatib, abresiya qilyatib, birovga pul berib kestiringlar. Endi nima qilib keling. Bu yil yangilik sort birovga kestirmaymiz, birovni qo'lini tekizmaymiz, dedik, birovga kestirmadik. Endi mana shu kesilgan soxtorlar bor. Bular hammasi kesilgan. Lekin mevasi mana juda ham sifatli, juda ham zo'r. Qonivor meva. Bundan to'kilgan. Hammasi shunaqa, lekin bularning mevasini kesmadik. Shoxlardi. Sababi ko'pchilik savollar tushadi, albatta. Nimaga kesmadingiz? Kesmasa ko'p meva oladimi? Unaqa bunaqa emas. Kesmasiz daraxt umri qisqarib ketadi. Lekin bu bog' yosh bo'lgani uchun biz iloji yo'q kesmadik. O'zi kesishimiz kerak. Aslida biz xato qilyapmiz. Lekin sizlarga shu xatoni qilmanglar. Biz kesganimda, mana misol uchun matdan qo'yib kesib yuborganimda, ochganimda, 4 litrli qilganimda shuni. Mana pastda ham uji mana 3 ta litr, mana 4-litr. Mana yerdan voz kechib kesib yuborganimda kelajakda ham zo'r bo'lib ketadi. Misol uchun hozir ham kessam bo'ladi, lekin bu meva shoxlar, mana shu shoxlar matgacha bo'lgan joyi mana o'smayapti-da. Bu o'sib mashinchadan shox surish kerak. 1 metr 1 metrdan shox sursa keyingi yilga men yozda quyoshda qatiydi. O'shalar mevaga yotadi. Endi bular mevada bo'lib qoldi, iloji yo'q, keyingi yilga quriydi xolos. Mana xuddi shunaqa holatda bo'lib qurib oladi xolos. Biz birinchi xatoyimiz meva uchun deb foyda qo'ydik. Endi ichidan quriydi baribir. Mana. Lekin mashinada ham meva zo'r. Quyib olgan, kalibri yaxshi, zo'r bo'ladi. Eng ertagi pishadigan shoftollardan. Sort Flariba tagligi o'zimizni shoftoli, turetskiy emas. Tagligi o'zimizni tagliklardan eski shoftolni urug'idan chiqqan shuni. Lekin hosildorliklari juda ham zo'r. 12 olib kelingda oldilari qo'yishga qaragan ancha qizarib qo'ygan. Mana nima qiling? Mana shoftoli hali meva pishgan yo'q. Agar meva pishsa shuni yotib qoladi. Mevani qaranglar. Doim berganida mana. Mana. Quyib olgan. Hammasi. Yuring mana tepaga. Endi buni sizlar uchun bittasini tajriba qilib beraman, qanday. Buni oralatib shoxlar, barglarni to'kib tashlayman bittasini, mevachicha yirilashib, oldi pishishga kelganda, misol uchun. Oldi qanday? Mana quyoshga qarab turibdi, qizargan, mana qizarmagan. Mo'nga qaraganda 3 kun, 4 kun dashi oldin pishadi. O'shaning uchun bargini to'kib tashlayman, bir tutda shunday oralatib. U hammasini to'kib tashlayman emas, oralatib, olachipor qilib qo'yaman. Hamma mevani bir xil paytda, bir xil bitta uzumni uzish maqsad. Misol uchun bitta uzumni uzsangiz yaxshi bo'ladi. 2 ta, 3 ta uzum qilsangiz, misol uchun biz ichiga makka boshqa narsalar ekamiz. Adib kirib chayvormaydi. Mana. Mevalar uji rang olgan. Mana shu quyoshga qarab turgan tarafi faqat. Endi bu tay taraflari mana. Bunlar salqini borligi uchun mana bu yerdan bitta mevani olamiz. Rangi bor, lekin mana munchalik emas. Shoftoli. Bundagi shunaqa shoftoli bog' qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa, yaxshi sortlardan, ertak sortlardan iloji yo'q. Ertak sortlarga 2 marta, 3 marta dorilar sepasiz, bo'lmasam iloji yo'q. Dori sepmasangiz, buni sho'ri bor, shirasi bor, gibrid bo'lishi bor.
iloji yo'q dorilar sepiladi. Bu dorilarni sepsiz bog'i sifatli va yaxshi bo'ladi. Gibridi bor. Gullagan paytida ko'proq dori sepasizlar. Bu keyingi yillik bo'layotgan odamlarga endi qisqacha ma'lumotda ko'pchilikka aytganman biz bilan gaplashganlarga. Ana mevalar juda ham zo'r holatda turibdi. Bugun 2025-yil 5-may sanasida Mashitdan o'tgan yili biz oldimizga kelganlar ko'pchilik ham biladi. Mashitdan ko'chatlarni ham ko'chirib berganman. Meva juda ham yaxshi va sifatli. Endi hali pishishigacha bir 10 kunligi bor. Lekin hozirgi kunda shaftollar ancha-muncha joyda pishgan yo'q. Surxondaryoda oldik yirik bo'lib, sarg'ayib, qizarib qoldi, lekin bizda vodiyda, Farg'ona Quvoda hali unaqa bo'lgani yo'q. Bizniki qirda emas, endi qirli hududlar daji bundan 10 kun ham oldin yuradi. Atga ekkanlar iloji yo'q 10 kun oldin pishadi. Chunki qirda nisbatan daga qaraganda ko'proq quyosh issiqlik bo'lgani uchun a'da tez pishib qoladi. Shaftol egilib yotibdi. Mana tagiga tiyag'ichi bor. Endi mana ichidan qurigan. Mana shaftolni biylayotganmiz, mana mevasi. O'rnida qolsa, doim aytaman, hammaga o'rnida qolsa shaftoli sirasi meva qilib deb ko'pchilikka aytaman. Yaxshi. Shaftoli bo'yicha video qo'ying, shaftoli bo'yicha o'shalar haqida ham gaplashaylik degan savollar bo'ldi. Kimlardir o'ziga qandaydir savollar bo'lsa, qiziq bo'lsa yozsin, shu bo'yicha o'zimiz biz dehqonmiz, bir joyda o'qimaganmiz. Endi bitta nima desam ekan? Tushuntirishlarimiz bizniki hayotiy tajribalar bor. Misol uchun bunaqa bo'lyapti, desa yo'q, unaqa qilmang. Bunaqa qiling, unisida yaxshi effekt bo'ladi. To'g'ri, unisidan effekti bo'ladi, lekin bunchalik bo'lmaydi deb qo'rqmay aytamiz. Endi bular ko'chatlarimiz mana. Ichiga chuqur suv ochdik baytga. Bular nok. Endi men qarang. Kivi nok sirasi mevada uj. Hali ko'chat tayyor bas. 2 marta bako'y to'kildi xolos. Bo'ylari hozirgi paytda 1 metrdan o'tib ketdi mana. Baquvvatligi yaxshi. Mana shu mevalari har bittasida bor, endi hammasini ko'rsatishim shart emas deb o'yladim o'zimcha. Bular eski sortlardan bular. Bularni chunki ko'pchilik talab qiladi, buni yoshi katta tog'alar biladi. Misol uchun bu yangilik sort shaftollar 50 kilo, 60 kilo olsa 100 kilo atrofida qiladi deb ko'pchilik biladi. O'shaning uchun shunga qarab eplayapti. Shu ko'chatlarni o'zimiz bog' qildik, chunki ertaga kelganda ko'rsatish kerak. Nima uchun? Ertaga kelib gilos bog'ing qani, o'rik bog'ing qani, shaftoli bog'ing qani, bunaqa sortni aytding deganda olib kelib ko'rsatish kerak. Mana bizda u 25 yillik shalag'larimiz ham bor, yilda buzib yangilayapmiz. Iloji boricha, lekin shalag'lar 1 tonna meva qiladi. To'g'ri, 2000-3000 sotilishi mumkin, lekin baribir daromadi yaxshi. Misol uchun yoshi katta voz kechalmaydi. Misol uchun boshqa sort bo'lib 20,000-30,000 sotilgan bilan 50 kilo, 60 kilo meva qiladi xolosda. Ular katta bo'lguncha lekin bular 2000-3000 sotilsa ham 1 tonna, 1,5 tonna meva qiladi. To'g'ri, keng joyda egallaydi, lekin bular oldinlari bunaqa sortlar bo'lmagan. O'shaning uchun iloji yo'q ekilgan. Bu sortlar mana kirib kelyapti, ekyapmiz, tajriba qilyapmiz. Bunaqa effekt bo'lar ekan, mo kuni pishar ekan, bunaqa bo'lar ekan deb aytyapmiz. Iloji boricha qo'limizdan kelganicha.
Video foydali bo'lgan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib borishda davom etinglar.